Assalomu alaykum hurmatli aziz fermer va chorvadorlar. Bugun Oks Agroga Jizzax viloyatidan Iftixor akamiz tarvuzurug' masalasi bo'yicha kelibdi. Mijozimiz. Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz, salomatmisiz? Hamkorligimiz doimo davom etsin. Bugun akamizga Aurus firmasini tarvuzurug'lardan 4 pachka qilib berdik. Har biri 1,5 kilodan Amerikaning original urug'lari aka. Xudo xolasa ishlarimizga Alloh barakat bersin. O'zingiz fikrlaringiz bo'lsa kameraga aytsangiz bo'ladi bemalol. Dehqonlar ishlashi. Avrus tavsiya qildi. O'zimizga yaxshi urug' ekan. Shartnoma qildik, endi shundan nariga olamiz. Xudo xolasa. Hurmatli aziz fermer va dehqonlar, Oks Agroni kuzatib boring. Yaxshi va yangi ma'lumotlar, eng sara urug'lar Oks Agroda. Barchani xudo xolasa o'zimizni firmamizda kutib qolamiz. Barchaga sihat salomatlik tilab qolaman. Hurmatli aziz fermer va dehqonlar, har bitta videoni ko'rganingizda kanalimizga obuna bo'ling va like va podpisatsiyaga bosib qo'ying. Sababi bizga obuna bo'lganingizda urug'lar haqidagi barcha ma'lumotlar, yangi ma'lumotlar sizga eng birinchi bo'lib boradi. Oks Agroda qoling.